Hamma oynaga qaraganda o'zini ko'rsa, men Zlatanni ko'raman degan ekan Zlatanning o'zi. Obbo, yana Zlatanmi deydigan darajada himoyachilarni bezdirib yuborgan shvetsiyalik elastik inson haqida gaplashamiz. Elastik deyotganimning sababi 1.95 bo'y bilan kimnidir ezib ketmasligi uchun gavdani mohirona boshqarish lozim. O'zidan oldin shabadasi kelsa kerak. Ko'pchilik biladiki, Zlatan janjalkash, diydasi qattiq, doimo kimnidir ustidan kinoya qilib yuradigan, o'ta ketgan egoist inson sifatini biladi. Lekin bilmasingizki, u juda mehribon, rahmdil, juda kamgap va beozor. Uxlaganda albatta. Bir blogerdan eshitgandim. Uning eng chiroyli gollar o'nligini to'plashdan mushkul ish yo'q men uchun. Zlatan 1981-yil futbolga kirib kelgan. Chunki uning o'zi aytgan, men futbolchi bo'lib tug'ilganman deb. Malmo klubining yoshlar jamoasida o'ynab yurgan kezlari murabbiy uni zaxirada qoldiradi. Birinchi bo'limdan so'ng jamoasi 4-0 hisobida yutqazayotgan. Ikkinchi bo'limda Zlatan maydonga tushadi va 8 ta gol uradi. Har bir golida murabbiy tomonga qayrilib qo'ygan Zlatan ko'pchilikning diqqatini o'g'irlagan. Shundan so'ng Malmoning asosiy tarkibi, keyin Ajax, keyin Juventus, keyin Inter, keyin Barcelona, keyin Milan, keyin PSG, keyin Juventus, keyin Galaxy, keyin Milan, keyin. Barcha keyinlar tugagancha futboldan ketdi. Lekin futbol hamon Zlatandan keta olmayapti. U borgan klubida sovrin yutgan, chempion bo'lgan. Nima bu tasodifmi? Yo'q, Ibrahimovichning hissasi katta edi. Tizim murabbiylari bilan chiqisha olmasdi. Hatto Gvardiolani kiyinish xonasida do'pposlamoqchi bo'lgan. O'zi haqida kitob yozdirgan. 25 metrdan akrobatik usulda gol urgan futbolchi haqida boshqacha ta'rif topa olmadim. Ta'riflar uchun so'z boyligi yetmaganda uni yagona so'z bilan ifodalash mumkin. Zlatan deyish kifoya. Keyingi futbolchi kim bo'lishini yozib keting. Kim ko'proq so'ralsa, albatta sahifamiz mehmoni bo'ladi. Siz esa o'zingizni ehtiyot qiling.